Assalomu alaykum. Rahmat tabriklar uchun. Avvalambor o'yin bu biz uchun juda ham muhim edi. Turnir tablitsada yuqori chiqishimiz uchun buni his qilgan holda jamoa o'yin qildik. Allohga shukr. Adashmasam o'sha chempionatdagi 4-golingizni, 3 va 4-gollaringizni kiritdingiz. Bu haqida bu mavsumda sizni to'g'rilab jadvalda ko'ramizmi? Albatta bu gol urish yaxshi. Endi jamoangizga foydasi keltirsa undan ham yaxshi. Asosiysi jamoa yutug'i bilamiz. Endi murabbiyimiz ta'kidlaydi, birinchi kim tepadi, ikkinchi kim tepadi. Endi shunaqa vaziyat bo'lib qoldi. Birinchisini qaytarib qo'ydi. Keyin qoida buzish bo'lib olgan ekan, voqealar kirib ketgan o'yinchi keyin o'zimga oldim. Ikkinchi tepadiga men. Adashmasam maydonda o'zida Zabihullo aka bilan kelishdingiz menimcha o'sha penalti. Kim gol urishi muhim emas, biz jamoaga g'alaba. Yana bir savolim, bugungi uchrashuvni O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi ham kuzatib bordi bevosita maydondan. Bu o'sha futbolchiga qanday hissiyot bag'ishlaydi bilasizki, yaqinda terma jamoamiz ishtirokida muhim o'yinlar kutib turibdi. Endi futbolchi, professional futbolchi har bitta o'yinga bor kuchini berib tushishi kerak. Endi milliy terma jamoada o'ynash hammaning orzusi. Bu yaxshi narsa. Albatta biz har bir jamoa bilan o'zimizni, har bir jamoani hurmat qilgan holda o'zimizni o'yinni ko'rsatib, muhim g'alabalarga erishish uchun o'z oldimizga vazifa qo'yganmiz yuqori o'rinda. Endi birinchi navbatda Navbahor muxlislariga, namanganliklarga juda katta rahmat aytaman. Ularning hissasi juda katta. Har bir daqiqada his qilib turdik ularni qo'llab-quvvatlashini. Har bitta o'yinga kelib, Xudo xohlasa o'z uyimizda bo'lib o'tadigan o'yinni ham to'ldirishini so'rab qolaman. Ruslan akaga yana bitta savol bor edi. O'sha jismoniy holatingiz haqida juda ham ko'p oxirgi o'yinlarda masalan jamoada eng ko'p harakat qilayotgan futbolchilardan bo'lyapsiz. Bu haqida bu ustida ham ishlayapsiz masalan. Jismoniy holat haqida alohida jamoada alohida bilinib turibdi-da, juda ham o'sha harakat qilayotganingiz. Ya'ni ko'p harakat qilyapsiz. Jamoaviy o'yin bizni vazifamiz shunaqa, ham oldiga ham orqaga o'ynash kerak. Shu murabbiy tomonidan qo'yilgan zadachani bajarishga harakat qilyapmiz. O'yin har doimgidek zo'r tempda o'tdi. O'zi bilardik Bunyodkorni tashlashini biz bilan. Ularni kontratakasiga tayyor edi. Xudoga shukr, biz o'ylagan rezultat bo'ldi. Hozir 3-o'ringa ko'tarildi. Keyingi o'yinda o'sha Nasaf Akimkaga qarshi qiyin o'yinlar kutib turibdi. Bunday o'yinga jamoa tayyormi? Ya'ni sovrindorlar uchun, chempionlik uchun kurasha oladimi jamoa? Albatta tayyormiz. Hozir Liboy Nasaf Akimka Xudo xolasa hozir bitta dam olib olamiz. Xudo xolasa yaxshi damni olib, endi bu yog'iga Nasafga ham Akimkaga ham o'sha tayyor bo'lamiz Xudo xolasa chempionlikka. Endi xato hammada bo'ladi aka, misol sekin misol kamidan ko'ra 90% o'zgargan aka. Navbahorda endi sekin shu xatolarda ustida ishlab yo'qotamiz bu xatolarni Xudo xolasa. Bugun siz o'sha Jiyanov bilan yaxshi tandim hosil qildingiz. Men boshqa yurtdoshlarimiz bilan ham tarkibda bilamiz, o'sha legionerlar ham bor. Ular bilan kelish qanaqa bo'lyapti? Ya'ni maydonda o'zaro til topishish boshqa. O'zi ancha yaxshi boshda sal qiynaldik, bir-birimiz tushungan. Endi 5-6 turdan keyin o'zi sekin bir-birimizni tushunib boryapmiz. Bunga endi ozgina vaqt kerak baribir. Ozgina vaqtdan keyin o'sha bo'ldi bir-birimizni tushunib olamiz. Trivello uslubidagi uzatmalaringiz albatta ko'plab muxlislarning olqishiga sazovor bo'lmoqda. Bu uslub borasida alohida ishlar olib boryapsizmi? Ya'ni mashg'ulotlarda alohida ishlayapsizmi? Ha, o'sha trenirovkadan keyin Ruslan Janov men polni ishlaymiz shuni orqasidan. Shu ko'ryapsiz, Barselona shu Yamal va shunaqa pas berib, shundan biz ham ko'rib o'rganyapmiz sekin. Yangi Tigo 7 Pro Cherry avtomobillari ichida eng ko'p sotilgan modeli. Rasmiy dilerlik markazlarida bepul haydab ko'ring.